71-kun. Hech kimga ozor bermaslik. Haddan ziyod boy kishi. Qorun Hazrati Musoning amakisining o'g'li edi. Hazrati Muso Qorundan keyin Isroil qavmida eng dono kishi edi. Qorunning bu bilimi unga mol davlat ham olib kelgandi. Juda boy kishi edi. Shunchalar boy ediki, butun xazinasining kalitlarini belida bazo'r osib yurardi. G'oyat hashamatli saroyi bor edi. Saroyning devorlariga ham tilla yugurtirilgandi. Qorunning qo'l ostida 9000 xizmatkori bor edi. Chiroyli joriyalarining soni 300 dan ortiq edi. Dalalari, saroylari, xazinasi bilan Misrning eng badavlat odami, lekin juda manman kishi edi. Dastlab u Hazrati Musoga ishonganday ko'ringani bilan keyinchalik ikkiyuzlamachilik qildi. Boylikka bo'lgan hirsi juda kuchli edi. Buni yaxshi bilgan Fir'avn uni Bani Isroilga hokim qilib qo'yadi. Shu tarzda xalqqa har qanday nohaqlik va zulmni birgalikda qilishdi. Qorun Hazrati Musoning yuziga kulib qarar, orqasidan turli hiylalar qildi. U sehrgar deya Fir'avn va Xomonning so'zlarini tasdiqlardi. Qorunning Fir'avnning huzurida qo'lga kiritgan maqomi o'zgacha edi. U mana shu maqomi va borgan sari ortib borayotgan boyligi tufayli haddan ziyod tarbiyasizlashib borardi. Hazrati Musoga qarshi chiqib, xalqqa ham buni bemalol namoyon qildi. Odamlarni pastga urishdan rohatlanar, ularning yonidan o'tayotganda, bu boyliklarning yagona egasi o'zimman, derdi. Boylikka mukkasidan ketgan kishilar, koshki uning o'rnida bo'lib qolsak, deya Qorunga havas qilishardi. Bani Isroil orasidagi mo'min kishilar esa unga havas qilmang, unga o'xshamang, oqibati yomon bo'ladi. Allohni rozi qiladigan amallar, yaxshilik qilgan kishilarga xushxabar bor. Ularga jannat ato qilinadi. Bu Qorun ega bo'lgan narsalardan 1000 marta afzaldir. Unga faqat sabr qilib erishish mumkin, deya nasihat qilardilar. Mo'minlar Qorunga havas qilmas, unga ahamiyat bermas edilar. Ular bu dunyoning o'tkinchi ziynatlariga emas, balki Allohning roziligiga olib boruvchi amallarga havasmand edi. Manman va odobsiz bu odamning harakatlariga afsus bilan boqar, uning uchun achinardi. Shu bois uni tez-tez ogohlantirar edilar. Ey Qorun, bunchalik manman bo'lma, chunki Alloh taolo kibrga berilganlarni sevmaydi. Qur'oni Karimda shunday marhamat qilinadi. So'ngra Qorun qavmi oldiga yasanib chiqqan edi. Dunyo hayotini istaydigan kimsalar, qani edi bizlarda ham Qorunga ato qilingan narsa, boylik bo'lsa. Dar haqiqat, u ulkan nasiba egasidir, dedilar. Ilm ato etilgan kishilar, ruhoniylar esa, o'lim kelsin sizlarga. Iymon keltirgan va ezgu ish qilgan kishi uchun Allohning savobi yaxshiroq-ku. U savobga faqat sabrli kishilargina erishurlar, dedilar. Qasos surasi 79-80 oyatlar. 72-kun. Buzg'unchilik qilmaslik. Bu boylik meniki. Hazrati Musoga zakot amri berilgan edi. U payg'ambar, Alloh taolo yuborgan elchi edi. Allohning bu amrini odamlarga yetkazdi. Qorun esa bu ishdan bezovta bo'ldi. Zakot degan narsa qayerdan chiqdi? Ishlab, qiynalib topgan pulimdan kimlargadir berishim kerakmi? Men mehnat qilib pul topayda, boshqasi uni yesin. Bunday bo'lishi mumkin emas, deya darg'azab bo'ldi. Solih insonlar, Alloh taolo senga shuncha mol davlat ato qildi. Sen bu boylikdan muhtoj kishilarga tarqat. Faqir kishilarga yordam ber, savobga erishasan, dedilar. Lekin Qorun qaysarlik bilan qarorini o'zgartirmadi. Bu boylik meniki, kim unga aralasha olar edi? Hech kimga hech narsa bermayman, dedi. Mo'minlar, uni senga Alloh berdi. Sen ham faqirlarga berginki,
Haq taolo senga undan ham ko'pini ato qilsin, deya ko'p bora to'g'ri yo'lga chaqirdilar. Qorun esa, bu davlatni o'z bilimim, mehnatim bilan qo'lga kiritdim. Hech kim bu boylikni qo'limdan tortib ololmaydi. Muso nima istayapti? Endi mollaringizni ham olib qo'yishni istayapti, dedi. Hazrati Muso Allohning amrini odamlarga yetkazdi. Boy badavlat kishilar muhtojlarga yordam berishi lozimligini bildirdi. Biroq Qorun nafsiga yengilib, buni tushunishni istamadi. Albatta, Qorun Muso qavmidan edi. Bas, u qavmlarga kibr qildi. Biz xazinalardan unga kalitlari baquvvat, jamoatga ham og'irlik qiladigan narsalarni ato etgan edik. O'shanda qavmi unga, mag'rurlanmagin, chunki Alloh mag'rurlanuvchilarni suymas. Alloh senga ato etgan narsa bilan oxiratni istagin va dunyodan bo'lgan nasibangni ham unutmagin. Alloh senga ihson qilgani kabi, sen ham odamlarga ihson qil. U zot yerda buzg'unchilarni suymas, dedilar. Qasos surasi 76-77 oyatlar.